ba'zi o'quvchilar mana aromatik uglevodorodlarni, ya'ni benzol va uning gamologlarini olinishini ko'rib chiqamiz. Mana marhamat, birinchi reaksiyani ko'rib turibsiz. Zelenskiy o'z olimi tosh ko'mir smolasidan yoki koks gazidan yoki neftni haydash jarayonida hosil bo'ladigan ba'zi bir gaz mahsulotlaridan tarkibidagi siklogeksanni dehidrogenlab mana benzol hosil qilgan. Xuddi shunday siklogeksanning gamologi metil siklogeksan. Metil siklogeksan ham xuddi shu sharoitda dehidrogenlanib, mana bu yerdan bitta jami 6 ta uglerod, 6 ta vodorod chiqarib olib turib, benzolning gamologi tolg'ol hosil bo'lgan. 1927-yilda Zelenskiy, Kazanskiylar mana e'tibor qarating, 3 ta asetilen. 3 ta asetilenni trimerlab deyiladi. 3 ta asetilenni 500 gradus Selsiyda, ba'zi adabiyotlarda 600 dan bor. 500 gradus Selsiyda aktivlangan ko'mir katalizatorligida qizdirilganda o'sha 3 ta asetilen bitta piybog'larini ochib, benzol hosil qilgan.